2025-yilda eng trenddagi rang. Yaqinda italyan dizaynerlar bilan No Color'da ko'rishdik. Mana shu bo'yicha, rang bo'yicha gaplashdik. 2025-yilda interyer uchun eklipsa rangi trend deb topildi va bu Amerikaning kanyonlaridan olingan rang. Nimaga именно mana shu tog'lardan, kanyonlardan o'zi olishadi ranglarni? Bilsangiz agar odamning o'z tabiati bor, tabiatga tortadi. Tabiatga chiqisi keladi, masalan, daraxtlarni, suvlarni, tog'larni ko'rgisi keladi. Shuning uchun tabiatdan olingan ranglar organik hisoblanadi. Ya'ni sun'iy ranglar ham bor-da. Tabiatning o'zidan tabiiy olingan ranglar bu odamni xotirjam qilib, uspakoyit qiladi. Ba'zi ranglar bor, o'tirganingizda xonani nima bo'ladi. Shunaqa siqilib ketasiz-da, uje chiqib ketgisi keladi-da. Bu ranglar uje sun'iyligidan. Tabiiy rangni interyerga olib kelinsa, bu xotirjamlik muhitiga sababchi bo'ladi. Chunki u qalbga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, odam psixologiyasiga ta'sir qiladi. Xuddi shunaqa dizayn, ranglar, planirovkalar bo'yicha ma'lumot olish uchun obuna bo'lib qo'ysa, shuni o'zi yetadi.